Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Do'konimizga yangiliklarimiz kirib kelishda davom etyapti. Bugungi yangiligimiz universal lentali drabelkamiz. Bilasizlar, lentali jodularimiz oldingi variantlari faqat xashak mahsulotlar maydalardi, don maydalamasdi. Bu yangiligimiz ham xashak uchun ham don mahsulotlar maydalash uchun mo'ljallangan. Eng qizig'i bularimiz 224 ga bemalol ishlayveradi akalar. 380 emas, xohlasalarni 380 motor qo'ysalaring ham bemalol ishlayveradi. Bularimiz lentali 2 metrli eng gigant drabelkamiz. Bu joydan xashak mahsulotlar solinadi. Somon poxolgacha aytgan razmerlaringda maydalab beradi akalar. Pichoqlarini ko'rsatib o'tib ketaman. 6 pichoqli. Mana xashak uchun 6 pichoqli pechati bor, original pichoqlardan qo'yilgan. Don mahsulotlar maydalash uchun mana alohida pichoqlari qo'yilgan. O'zini 2 xil setkasi bor. Ham yorma, ham yem holatda chiqarib beraveradi. Aytgan razmerlaringda chiqaradi. Undan tashqari vakuumlari bor. Ikkala yonda vakuum qismi bor. Mana don mahsulotlarini o'zi so'rib, tepadan yem qilib chiqarib beraveradi akalar. Ko'rishlaring mumkin. Sifatlari o'ta a'lo darajada. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz ham bor. Bularimiz 2 xil оборотda mana skoroslari bor. 2 xil skorosda ishlaydi. Xashakda ham 2 xil razmerda 1 sm, 2 sm qilib maydalab, chiroylilab mol qo'yga yem holatda chiqarib beraveradi akalar. O'zini setkalarigacha qo'shib beramiz. Bu joydan don mahsulotlari, makka, bug'doy, so'tali makka tashlasalaring yem qilib chiqarib beraveradi akalar. Yanada to'liq ma'lumotni telefon orqali so'rasalaring, batafsil ma'lumotini, narxlarini hamda dastavkalarini tushuntirib o'tib ketamiz.